Assalomu alaykum. Diqqat bilan mana shu videoni oxirigacha ko'ring. Mana ikkita fayl tashladim. 9-sinf, keyin 11-sinf. A3 listga chiqarasiz deb yozilgan. A3 list oddiy oq qog'oz emas. Sal kattaroq bo'ladi. Kompyuter xonalardan so'rasangizlar chiqarib beradi. O'zi 2000 turadimi, 1000 so'm turadimi? A3 qog'oz. Sal qalinroqdan olsanglar, sal 2000, 3000 bo'lsa kerak. Bo'lmasa adashmasam 1000 so'mlik A3 qog'ozlar ham bor. Mana shu 9-sinflardan 11-sinflardan so'rovnoma shaklini to'ldirib qo'yish kerak. Ma'lumotlar bazasini qilib o'zlaringiz uchun. Menga kerak emas. Yana takrorlayman, menga kerak emas. Kim borsa, qani so'rovnoma olganing degan paytda ana shu narsani ko'rsatasizlar. Yaqqol bola haqida hamma ma'lumot mana shu nimaga nima edi? Listga sig'dirsa bo'ladi. Mana misol uchun 9-sinfnikini ochaman. Mana shu shaklda A3 ga chiqarsanglar katta bo'lib chiqadi. Katta bo'lib. Keyin mana bu yerda savollar bor. Nomer 1, maktab raqami, misol uchun bitta o'quvchi, sinfi 9-A sinf, familiyasi, ismi, otasini ismi, tug'ilgan sanasi. Mana ko'k yozuv bilan namuna ham berilgan. Qanday shaklda yozilishi. Keyin ID kartasi yoki guvohnoma seriyasi va raqami. AD mana shunaqa, mana shunaqa. Guvohnoma bo'lsa IQD yo to'g'ri. Keyin JSHR 14 talik raqam. JSHR ERP bazada turibdi. Zovuchdan so'raysizlar, olib berasizlar. 14 talik raqam. Keyin bolani doimiy yashaydigan tumani. Agar Qarshi shahar bo'lsa, Qarshi shahar. Yashaydigan mahallasi. Yashaydigan ko'chasini nomi. Mana ko'k rangda namuna berilgan. Xuddi shu shaklda ruchka bilan yozdirtirasiz. Yashaydigan ko'chaning raqami. Telefon raqami. Bolani o'zini. Agar o'zinda bo'lmasa, o'sha yaqin kishisini telefon raqami, otasi, onasi. Keyin mana bu yerdan keyin so'rovnoma savollar boshlanadi. 9-sinf tamomlagandan keyin qayerda o'qish davom ettirasiz? Mana shu yerga savollarga aniq, tiniq javob yozish kerak. Mana shunday qilib, mana shu bitta listga 12 ta yo 13 ta o'quvchini ma'lumoti sig'adi. Mana bu yerga pastga birinchi mana shundan agar 120 ta 9-sinf o'quvchilaringiz bo'lsa, 120 ta 10 ta A3 listga chiqarib kelasiz. Da buni o'zingiz yozmaysiz. Buni o'tirg'izib ruchkada har bitta o'quvchini o'ziga yozdirtiring. Chunki ertaga yozish degan narsadan chiqib ketdi ko'p o'quvchilar. Hamma telefonchi bo'lib qolgan, kompyuterchi bo'lib qolgan. Mana shuni o'ziga yozdirtiring. O'yin qilmasdan aniq ma'lumotni yozish kerak. Chunki esida ham qoladi, nimani tanlagani, nima ham qoladi, nima edi? Yozsa baribir foydasi katta demoqchiman. Keyin mana bu yerga sanani qo'yasiz. Masalan, 23-mart. Mana bu yerga birinchi varaq. Keyin ikkinchi listga. Ikkinchi varaq. Uchinchi varaq. Xullas 120 ta misol uchun o'quvchingiz bo'lsa 9-sinf. Mana shundan 10 ta chiqarib, agar 12 ta ketsa-da, o'quvchi sanab ko'rasiz. Nechta o'quvchining ma'lumoti ketadi. Xuddi shunday to'ldirish kerak. Hozir so'rovnomalar ketyapti onlayn. O'tyapmiz, o'tmayapmiz emas. Lekin birortasini ma'lumoti bizning qo'limizda yo'q. Kim nimani tanladi, kim nima bo'lmoqchi? Oldinlar qog'oz variantda bo'lardi, hozir mutlaq onlayn bo'lib ketdi. Hamma vazirlikka borib tushyapti ma'lumot. U Eshmat nimani tanladi, Toshmat nimaga qiziqadi, biz bilmaymiz. Shuning uchun 9-sinflarni ham, 11-sinflarni ham 100% uyda ta'lim bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, inklyuziv bo'ladimi? 100% ana shunaqa so'rovnoma
ma'lumotlar bazasini shakllantirib qo'ying. O'zingizda turadi, bu menga kerak emas. Kim borsa ana shuni so'raydi. O'sha yerga direktor so'rasa ham mana shundan kelib chiqib ma'lumotni beraverasiz. Mana shunchasi kollejga, texnikumga ketmoqchi ekan, shunchasi 10-sinfda qolmoqchi ekan. Keyin texnikumga boruvchilar kam bo'lsa, targ'ibot qiling, tushuntiring, kasb o'rganish nima ekanligini bildirtiring. Bu yerda xohlamadi, ota-onasi qo'ymayapti, qiziqmaykan emas, qiziqtirolmaykan degan shubha uyg'onadi tepaga. Qiziqtirish kerak. Prezident qarori chiqqan. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi 2028-yilgacha 50% 9-sinf bitiruvchilarini texnikumga chiqarishga majburmiz. Shuning uchun marrani kattaroq oling, mayli 50% bo'lmasa 40% bo'lar, 39% bo'lar. Maksimalni texnikumga qiziqmasa qiziqtirishga harakat qiling. Xohlamadi, qiziqmayapti, unaqa gap ketmaydi, qiziqtirish kerak. Mana bu o'zingizning qo'lingizda ma'lumotlar bazasi bo'lib turadi. Ertaga agar maslahatchi lavozimiga o'tib ketgan taqdirlaringda ham xuddi shu narsa bilan ishlaysizlar. Psixologlar bilan birgalikda. Shuning uchun men ayrimlar nima edi? Psixolog emasman, endi ishdan ketdim, endi maslahatchi bo'laman, qutuldim degan narsa ketmaydi. Kasb hunarga yo'naltirish maslahatchini funksional vazifasida ham belgilanadi. Bajarishga majbur. Shuning uchun hozirdan endi bundan buyog'i to sentyabrga qadar 9-sinf, 11-sinf, 9-sinf, 11-sinf so'rovnomada nimani xohlagan, hozir nima qildi? Ana shunday jarayon ketadi endi. Shuning uchun hozirdan onlayn shaklda tayyorlasam ham bo'ladi. Uni tahlil qila olmaysizlar. Mana shunday yozuvni chiqarib ma'lumotlar bazasini hozirdan shakllantiring. Ertaga o'quvchini qidirib yurmaysiz. Ayniqsa 11-sinflar. Uyini manziligacha yozish kerak. 11-sinf ham xuddi shunday. Bunga ham 13 ta, 12 tami atrofida o'quvchini ma'lumoti sig'adi. Xuddi shunday 10 ta olsangiz 120 ta o'quvchiga yetadi mana shu. 10 ta list chiqarsangiz. Faqat A3 ta chiqaring, kichkina qog'ozchada emas, oq qog'ozda emas, albomni qog'ozda emas. A3 ta kattagina. Keyin ikkinchisini aytdim, 11-sinf. Keyingisi mana bu yerda bitta link tashladim. 11-sinflarga ham, 9-sinflarga ham, kerak bo'lsa 10-sinflarga ham, 8-sinflarga ham, 7-sinflarga ham foydalanishingiz mumkin. Faqat buni kompyuterda foydalanasiz. Telefonda ochmaydi. Mana shu linkni ustiga bossangiz yoki copyright qilib Google brauzerlardan kirsangiz, kasblar to'g'risida ma'lumot bor. Qancha oylik topadi, masalan, mexanik yoki injener degan yoki IT bo'yicha qandaydir mutaxassis hozir ayni paytda qancha oylik maosh topadi. Rasmlari ham bor, ma'lumotlari ham bor kasb haqida, kasblar haqida. Eng hozirgi nima edi? Zamonaviy hozirgi zamonda davr talab qiladigan kasblar haqida ma'lumotlar bor. Ana shundan foydalanib o'quvchilarni 7-sinfdan 11-sinfgacha kasb hunarga yo'naltirish, qiziqtirishda foydalanishingiz mumkin. Bu topshiriq borgan payti o'sha ana shu so'rovnomalar xonangizda bo'lishi kerak. Kim borgan payti, kim borsa ham yoki direktorni qo'lida bo'lishi kerak. Xuddi shu narsa. Kim borsa yo direktordan, yo psixologdan, agar ishga kirsa maslahatchidan aynan ana shu so'rovnoma 9-sinfing nima qildi, 11-sinfing nima qildi, nimaga qiziqadi, nechtasi qayerga topshiradi, nima qilmoqchi, birlamchi fikrini o'zingiz uchun mana shunday ma'lumotlar bazasida shakllantirib oling.
Rahmat.